الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddeski hamdü sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dua salam yollab bolgandan keyin maqsad kelsak, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz Ubaydullah ibn Mas'ud bin Tac Sharia Mahmud rahimahullah yazgan Tanqihul Usul namlıq kitapның ikinci dersinin üçüncü ders, ikinci kısım. Üçüncü ders, ikinci kısma geldik. Yani biz bundan ilgili derste yani ikinci ders, bu şu dersin birinci kısmı olan ikinci derste biz Musannif rahimahullah usulul fiqh diyen gapni iki bölekке ayırıp asıl deganning ma'nosi ma yabtani alayhi gayruh, başka narsa onun üstüne kurulgan. Yani bunundan başka hükümler kelip çıkan delil degan yani ma'noni, ma'naviy ma'nosi, hissiy ma'nosi, başka narsa onun üstüne kurulgan narsa deb aslning ma'nosi bunda ta'riflab o'tgan. Undan fiqh deganni ma'rifatun nafsi ma laha va ma alayha amalan deb ta'riflagan. Yani shaxsning o'ziga nima qilsa joiz bo'ladiganligini va nima qilsa harom bo'ladiganligini bilish yoki shaxsning o'zining amal jihatdan nima qilsa joiz bo'ladiganligini, nima qilsa harom bo'ladiganligini bilish deb Imom Azam Abu Hanifa va Ahnaf Hanafilarning ta'rifoti bu deb tushuntirib o'tgan. Undan keyin Shafiylarning ta'rifotini so'zlab o'tib, fiqh degan Shafiylar fiqhini al-fiqhu al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyyah deb al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyyah min adillatiha at-tafsiliyah deb bunda tushun degan. İmam Şafii'nin bunda ta'riflaydi. Bunun keyinidan İmam Şafii'nin ta'rifotini ayırıp İmam Eş'ari ve Eş'ari mezhebidekilerine, çünkü Eş'ari akidesidikler, akide cihette Eş'ari, İmam Eş'ari akidesikiler hemmisi İmam Şafii mezhebine tabi, tulusu Şafii mezhebine tabi. Şu sebepten İmam Eş'ari, İmam Şafii'ninki usul cihette şunu tuttu ve yana şu İmam Şafii'nin şu Şafii mezhebidekiler düşündügen ta'rifatqa İmam Eş'ari'ninki ta'rifati udul ketdi. Şu sebepten Musannif rahimahullah İmam Eş'ari'ninki şu el-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyyah min adillatiha at-tafsiliyah degan şu sözünü İmam Eş'ari'ninki ta'rifati bilan ta'riflab ahkam degan ahkam degan hitabulloh taala al-mutaalliq bi af'alil mukallafin bil iqtida'i ev at-takhyiri ev al-vad' deb tushungan. Yani hüküm degan nima desa, hüküm degan Alloh taolaninki mukallaflarning ish harakatlariga aloqador bo'lgan talab yo'li bilan yoki ixtiyor yo'li bilan, talab yo'li degan bir ishni qil yoki qilma degan yo'li bilan, ixtiyor yo'li bilan degan hamda qil yoki qilma degan nima ish qil o'tmasan, jazman qil yoki qilsang bo'ladi degan yo'llar, yoki jazman qilmasang yaxshi bo'ladi degan bunday yo'llar degan. Bu da shuni ichiga ketamiz. Yoki ixtiyorni bir qilsang bo'ladi, qilmasangmi bo'ladi degan yo'llar, yoki avul va'da degan munda qilsang munda bo'ladi, munda bo'lganda munda bo'ladi, munda bo'lsa munda qilsang bo'lmaydi degandek munda yo'llar buyurilgan şeylarni hüküm deymiz. Allah Teala'nın hitabını hüküm deymiz de İmam Eş'ari'ninki gapini tushuntirib va fiqhshunoslarning bu hukm degan nenda Allah Teala'nın hitabı demey, balki Allah Teala'nınki hitab bilan sabit bo'lgan hukm deb vujub harom degandek hukmlar Allah Teala'nın hitabini sabit bo'lgan narsani hukm deymiz. Allah Teala'nın hitabini o'zini emas deb fiqhshunoslar bunda deydi deb uning kenidan agarda endi biz şu İmam Eş'ari ta'riflagandek, İmam Eş'ari ta'riflagandek al-ahkam degan gapni, hukm degan gapni
ما هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين deb bunda ta'riflasak, bunda tuvandagidek bir necha turlik e'tiroz ketdi bizga. E'tiroz ketdi deb bu e'tirozlarning ba'zisiga javob berib, ba'zisini tuzitib o'tib ketmoqchi bo'lib bizga so'zlab yalidu alayhi degan kelib biz ilgari dars to'xtagan edik. Endi yalidu alayhi Musannif rahimahullah deydi yalidu alayhi أن الحكم المصطلح ما يثبت بالخطاب لا هو. أمده يرد عليه دينا تعريب قاعدته حكمنا وخطاب الله تعالى ده الله تعالى نك مكلف لنا شركة رجع متعلق بوان خطابي ده تونشترuşنun üzüge mındaq itirazda kelidi. O itirazda bolsa annal hukm o itirazda bolsa anna degan şu ki el-hukm el-mustalah yani fiqhşunaslarniki istilahidiki hüküm fiqhşunaslar qo'llanayotgan hüküm bolsa ma yasbutu bil xitab. U Alloh taolaning xitobining o'zi emas, balki xitob bilan sabit bo'lgan, xitob bilan muqimlashgan hukmdir. La huwa degan xitobning o'zi emas. Anladın? Yani kalamşunaslarniki ilmi aqidadagi o ta'rifati ma o fiqhidagi ma o hükümge mükamita udul kamito. Anladın? Her pende şu pennin ıslahını kullanış gerek de bir itiraz getu. Bu itiraz haqliq deytemdi. Nima? Musannif rahimahullah şunun için buna cevap qaytmaydı. Ve aydan endi anda olgandaki buna kadar itiraz bitmegandiki buna şu İmam Eş'ari ve hitabullah Teala dese bu hitap degende yani maktub yani muhatap deb muhatap bih deb tushunishimiz kerak degan gapimdi. Tushunish jihatda xitob deb kelsimi Imom Ash'arining maqsadi nima deb degan buni deb ya'ni Alloh taolaniki qilingan xitob Alloh taolaning xitobi bilan sabit bo'lgan ya'ni ma sabata bil xitob deb tushunish kerak. Alloh taolaning xitobi bilan sabit bo'lgan hukm deb tushunish kerak degan gap qalib kelish kerak. Va aydan unkin yana yakhruju ma yataallaqu bis sabiyyi yani bi fi'li sabiyyi kichik bolaning ish harakatiga hamda kichik bolaniki ish harakatiga aloqador bo'lgan masala chiqib ketadi. Masalan kichik bolaniki xos kaptin desa, ya'ni hukm degan mukallaflarning ish harakatlariga aloqador bo'lgan Alloh taolaning xitobi degan mukallaflarning ish harakatlariga degan gapdan kichik bola chiqib ketadi. Nima? Chunki mukallaf degan kim deganda mukallaf bo'lish uchun kichik bola bo'lmaslik, yani balog'atga yetgan bo'lish kerak, aqli bor bo'lish kerakmi? Aqli bor bo'lish kerak, unga musulmon bo'lish kerak masalan. Bir adam kafir olsa, bir adam jilliq sonlab qolgan bo'lsa, bir adam kichik qo'llab qolgan bo'lsa, bu nima bo'lmaydi? Mukallaf bo'lmaydi. Andada kichik bolaga nisbatan islom dinida hech qanday hukm yo'q, o'xshaydi degan gap chiqadi. Andan amaliyat andaga emas, kichik bolaga nisbatan kichik bolada hukm bor. Islomda hukm bor. Masalan, kichik bolaning musulmon bo'lishi. Kichik bola musulmon bo'lsa islomda qabul qilinadi. Bu hukmi joiz. Nimishqa Ali radhiyallohu anhu kichik bolaning ichida musulmon bo'lgan eng kichik musulmon edi. İslam qabul qilingan. Agar bu joiz bo'lmasa, islomda buni hukm bo'lmasa, uni iymoni hisob qilinmaydi, balki hisob qilindi avvalan. Endi keyinida kichik bola namoz o'qisa masalan, buning namozi mustahab. Kichik bolaning o'qigan namozi mandub. Bu agarda mustahab bo'lmasaydi, buna hech qanday savob berilmaydi. Balki buni hukm berilmaydi. Buni mustahab deb hukm berildi kichik bola. Chunki kichik bola kichiklikda namoz o'qisa, balog'at ketgandan keyin amal ibodatlardan emas, 12 yoshga eng tuvan chek balog'at ketishi. 12 yoshga kelgandan keyin uni namoz o'qishi ig'ir turmaydi, ibodat qilish ig'ir turmaydi. Kichik bolani kichik chaqda o'qitsa yaxshi bo'ladi. Aminki savob mandub masalan. Bu shu şeylar hukm bor. Yana birisi kichik bolaning absetishi masalan. Kichik bolaniki masalan ota-onasi kichik bolaga pulni berib, "Bolam siz magazinga kirib bir narsa sotib olib chiqing" desa, kichik bola magazinga kirib bir narsa sotib olib chiqsa, buniki savdosi savdo. Bunun savdosi savdo bo'lib chiqiladi. Kichik bola masalan shuniki bunda hukmni birmuncha hukmlar masalan zimmi va kafirlik haqida hukmlar var masalan shariatning hukmi, kafirlikga ma'qul shariatning hukmlari var masalan sarangning haqida birmuncha hukmlar var. Anladın? Sarang'niki, kepillarniki, vakillarniki haqqidagi hukmlar var masalan. Demek bu şu hükümün hammasini men chiqib ketadi. Bu hukm turuqliq, shu narsamizda hukm turuqliq nimaning doirasidan chiqib ketadi.
Fiqhning ahkam degan hukmning doirasidan chiqib ketadi. Demak, mukallafin ditqani o'nga deydi. Fayanbaghi an yuqal bi af'alil ibad. Bi af'alil mukallafin ditqani o'nga bi af'alil ibad desa ma ta'rifat taqmi kamil mukammal. Yani jami' bi ta'rifidir. Jami' biz 5 so'zlab o'tgan. Ta'rifat degan jami' mani' bo'lish kerak dedikmi? Jami' degan shu ta'rif qilingan narsaning har bo'lakini o'z ichiga elishi. Mani' degan shu ta'rif qilingan narsaning doirasidan bo'lmagan bo'lakni sirtiga chiqarib o'tishi yoki kiyib olishni tusishi dedik. Mana mukammal ta'rifat bo'lish uchun. Bunda deganda af'alul ibad. Yani hukm degan Alloh taolaniki bandalarining ish harakatlariga aloqador bo'lgan Allohning xitobi desak, u chaqda nima kichik valnikiga nisbatan bo'lgan hukmlar hammasi ichiga kirib ketadi deydi. Unga Musanib rahimahulloh deydi: "Va yakhruju minhu ma sabata bil qiyas." Endi bu ikkinchi e'tiroza, birinchi e'tiroz fiqhshunoslarniki istilohida u Alloh taolaning xitobi emas, hukm degan Alloh taolaning xitobi bilan sabit bo'lgan hukmdir. Narsadir deb keldi. Ikkinchi e'tiroz bo'lsa, kichik valniki gapi chiqib ketadi. Shu buni bunda deyish kerak, af'alil ibad deyish kerak deb ma e'tiroz keldi. Uchinchi e'tiroz bo'lsa, va yakhruju minhu ma sabata bil qiyas. Endi bu o qiyas nima degan? Hukm degan Alloh taolaniki mukallaflarning ish harakatiga aloqador bo'lgan xitobidir desak, qiyos bilan sabit bo'lgan hukm chiqib ketadi. Qiyos bilan sabit bo'lgan hukm chiqib ketadi. Nimishqa deganda biz hozir buni nima deb tushuna oldik? Alloh taolaning xitobi deganni bu e'tirozlar bo'yicha nimaga Alloh taolaniki xitobi desak, Alloh taolaning xitobi bilan sabit bo'lgan hukm narsa adavdi hukmni. Unda olgandan keyin qiyos deganning o'zi qiyos bilan sabit bo'lgan narsaning o'zi chiqib ketadi. Chunki qiyosda xitob yo'q. Qiyos bilan sabit bo'lgan narsa Alloh taolaning xitobi bilan sabit bo'lgan narsa emas. Balki qiyos bilan sabit bo'lgan narsa. Qiyos degan hamon tushuntirib o'tsam, qiyos degan oddiylashtirib aytganda Alloh taolo masalan aroqni harom qilgan bo'lsa, buning illatiga qarasak, aroqni harom bo'lishining illati nima ekan? Mas qilishga qarasam, kullu muskirin harom degandan keyin aroq deb ismi aroq deb bo'lmasa-mu har qanday bir narsa mas qiladigan ukulullamdi masalan. Har qanday bir narsa insonni mas qiladigan narsa hammasi harom degan bu nima? Illati bir. Chunki inson mas'ulab qolgan chaqda aqli yo'qaydi. Aqli yo'qolgan chaqda xotinning so'zini biladi, kichik bolalarni yetim qiladi, odamlarni uradi, o'tirlaydi, hatto o'ltiradigan, har xil qatnash hodisalarga qalaydigan daldan uchraydigan, pul mollarini o'g'riga beradigan, yuz obro'li tukadigan har qanday yomonlikni bir sho'g'achqa maslik degan. Bu shu sababni harom qilingan, shu illatning o'zi yana boshqa mas qiladigan narsalar bu nima? Tepiladigan. Demak, bu harom ekan degan bu qiyos orqali sabit bo'lgan hukm. Endi mushu qiyos to'rt mazhab imomlariniki hammamiz o'rtasida bil ittifoq dalildir. Mushunda dalil bo'lgan turli ma ta'rifda qiyos bilan sabit bo'lgan hukm xitobulloh taolo deb qo'ysak, yolg'iz nima? Qiyos bilan sabit chiqib ketadi. İlla ayyuqal. Faqatlamamdi. İlla ayyuqal degan mundaq deyilgan vaqtidala nima? Qiyos bilan sabit bo'lgan chiqib ketmaydi. Biz endi sabata bil qiyos deb tushunmay, masalani qiyos bilan sabit bo'lgan deb tushunmay, bunda tushunsak demakchi endi. Bunda tushunsak, ya'ni yudraku bil qiyasi anna xitaballohi taala varada bihada. Ya'ni qiyos orqali Alloh taolaning xitobi varada bihada degan Alloh taolaning xitobi buning bilan kelganligini, Alloh taolaning xitobi, ya'ni mushu hukm bilan kelganligini belgili bo'ladi deb tushunsak, ya'ni qiyos bilan hukm sabit bo'ldi deb tushunmay, qiyos bilan sabit bo'ldi deb tushunmay, qiyos orqali Alloh taolaning mushu ish haqidagi hukmi bundaq kelgan ekan. Ya'ni demakchi o'g'limiz qiyos la annahu sabata bil qiyas deydi. La annahu sabata bil qiyas. Mushu hukm qiyos orqali sabit bo'ldi emas, balki qiyos orqali bu mushu ishdiki, mushu ma'lum ishdiki, masalan haroqni desak, haroqniki har qanday mas qiladigan narsaning haromligi degan shu hukmning o'zi shu mas qilish degan ishdiki harom degan shu hukmning o'zi Alloh taolaniki shu irodasi ekanligini biz mushu hukmdan bildik. Alloh taolaning maqtabidan mushu qiyosdagi ma hukmniki Alloh taolaning ma qiyosdan qilgan ma hukmdan ma hukmdagi hukmni Alloh taolaning asli irodasi shunda ekanligini biz bildik.
Allah Teala'nın hükmü şundaq ekanligini bildik deb munda deyilse, anda qiyas arqılı ma hüküm sabit bo'ldi, öz adı mustaqil demey. Biz ma kitap arqılı Allah Teala'nın ma ishtiki hükümning mundaligini bildik deb qiyasni muzhir qilsak, yani oshkor qiluvchi Allah Teala'nın hükmini, Allah Teala'nın irodasini oshkor qiluvchi, balki nima öz adı mustaqil hükmni sabit qiluvchi emas, balki Allah Teala'nınki hükmini bu ishtiki hükmini oshkor qiluvchi deb mundaq tushunsak deydi. Mundaq tushunsak u chaqda qiyas bilan sabit bo'lgan hukmni chiqib ketmaydi. İmam Ash'ariniki qilgan hukm degan Hitabullohi Taala al-mutaalliqu bi af'alil mukallafin degan so'zining tigidan nima ketmaydi. U chaqda ma hukm degan gap chiqib ketmaydi. Chunki ashuma ya'ni qiyas orqali Allah Teala'nın bu vaqtdagi xitobi, Allah Teala'nın bu vaqtdagi xitobi qiyas orqali mundaligi bilindi degan bu ma'nosi. Ve aydan deydi Musa ibn Ibrahim. Ve aydan yakhrucu nahu aminu ve fa'tabiru. Yani yani bu ta'rifatdan yuqorqi İmam Ash'ari'niki hukm degan gapni, hukm degan yani Allah Teala'nın bandalarning sharakatlariga aloqador bo'lgan xitobidir degan mushu ta'rifatdan aminu, Qur'oni Karimdagi amin, ya ayyuhallazina amanu aminu deb kelsa yoki fa'tabiru ya ulul absar deb kelsa, shu oyatlardagi aminu degan ma'no hukm asti. Hukm fa'tabiru degan hukm, ya'ni buyruq. Endi hukmmi bunun daşını chiqib ketadi. Qanday olib chiqib ketadi desa, af'alil mukallafin dedi. Mukallaflarning ish harakatlariga dedi. İman etish, ishonish degan gap. Allah Teala'nın bilgi ishonish. Allah Teala'nın bilgi ishonish degan gap. Fa'tabiru degan gap ibrat iloniga qiyas qilingan. Ma ishliga qarab, sizning ma hukmiga qarab, bunda ilk ummatligi bunda askar qilgan, bunda bala kepti, biz bu askarlikni qilsa bunda bala kildigan deb qiyas qilingan. Yani qiyas degan shu oyatni chiqar. Fa'tabiru degan ibrat degan gap. Yani o askar qilgan ulug' balo kepti, biz bu shu askarlikni qilsak, shu o'xshash illatni qilsak, bizga balo ketganda ibrat ilan degan qiyasning hukmi Qur'ondan nima chiqqan, nima chiqqan. Bu fa'tabiru degan shu oyatning hukmi nima chiqib ketadi. Nima bo'lmasa aminu degan gap, chunki bu dil amili, sharikat emas, badanning amiliga, javarih degan a'zolarning amili emas. Nima? Aminu, iman etish, ishonish degan gap dil amili. Ibrat etish degan bu aql amili. Bu aql amili bilan bu dil amili nima? Af'alul mukallafin, af'al degan sharikat. O sharikat af'al degan gaplar ma aminu fa'tabiru degan gapni o'qishi nima chiqib ketadi o. Ma o yeni bir itiroz olduma. Uni kenidan ve yaqaut tekrar, ama ma to'rtinchi itiroz oldim nima? Ve yaqaut tekrar. Mesela birinci itiroz ma sabata bil qiyas degan itiroz. İkinci itiroz aminu fa'tabiru degan itiroz oldi. İkinci itiroz ma. Bunu chiqib ketishi. Üçüncü itiroz ve yaqaut tekraru beynel ameliyeti ve beynel mutaalliqi bi af'alil mukellefin. Ve yaqaut tekrar beynel amel. Üçüncü itiroz. Biz meyadin muşunoda şu Şafi mezhebidekiler amel nimede fiqhini tarifleganda el fiqhu el ilmu bil ahkamish şer'iyyetil ameliyeti min adillatiha tefsiliyye degan vaqtida shu amaliyya degan ma hozir İmam Ash'ari Şafi mezhebidekilar Ash'ari mezhebidekilar Şafi mezhebidekilar Ash'ari aqidasidagilar nima deb tushundida ahkam deganni Hitabullohi Taala al-mutaalliq bi af'alil mukallafin dedima, mukallaflarning ish harakatlariga aloqador bo'lgan hukm desa, uni kenidan İmam Şafi'niki ta'rifatida amaliya degan gapni egarsa, amaliya degan gap yani amalga oid degan gap. Amalga oid fiqh degan endi amalga oid bo'lgan, shariatga oid, amalga oid bo'lgan hukmlarni bilish desa, amal degan af'al degan gap bilan ish harakatlarga oid bo'lsa, ma amaliya ishkisi nima gap qoldi? Takror kategoriya bo'lib qoldi. Masalan, İmam Ash'ari ahkam degan gapni o'zidan ham nima deb tushundida al-mutaalliq bi af'alil mukallafin
deb ta'riflagan bo'lsa, izohlagan bo'lsa, uning keynidan amaliya degan gap yeni kelsa, bu ikki qatim takrorlab qolgan bo'ladi. Deb bunda e'tiroz keltirdi. Mana uchinchi e'tiroz bo'ldimi? Bu e'tirozga musannif rahimahulloh bunda nima javob berdi. Buni bunda tushunsak bo'ladi deb. İlla en yuqal na'ni bil af'ali ma ya'ummu fi'lal jawarihi ve fi'lal qalbi ve bil amaliyati ma yahtassu bil jawarih. Yani fakat bunda deyilgan vaqtida biz ma itirazdan nima ma itirazga javob beradigan bo'lamiz. Bu itirazdan qutulib chiqqan bo'lamiz. U bo'lsa, yani birinchi af'alil shu Imom Ash'ari ta'riflagan hukm degan Alloh taolaning mukallaflarning ish harakatlariga aloqador bo'lgan xitobidir degan gapdiki, ish harakat af'al muallaf af'alil mukallafindagi af'al bu ish harakat nimaga ma ya'ummu fi'lal jawarih degan a'zolarning ish harakatlariga va fi'lal qalbi degan qalbning ish harakatlariga a'zolarning amaligimi, ya'ni tildan iborat, futqul a'zolar, mollar iborat a'zolarningki amaligimi va qalbning amaligimi am bo'lgan bir so'z af'al degan. Ma amaliya degancho va amaliya degan gap bilan demakchi bo'lganimiz ma yahtassu bil jawarih degan futqul shu a'zo til shu a'zoning ibodat qilgan ham a'zolar bilan qilgan amal qilgan ham demakchi a'zolar bilan qiladigan amalni g'ana demakchi ma u amaliya degan gap bilan unda qilganda nima takror kelib chiqmaydi. Unda vaqtda takror kelib chiqmaydi deb musannif rahimahulloh buni bunda tushunsak yana nima chiqmaydi? E'tirozlarga javob bergan bo'lamiz. Yo'lliq bo'lgan bo'ladi deb Shafiy mazhabidagilarniki ta'rifotiniki nimalarga imkon qadar javob berib tushuntirib mang'ili telishyotdi. Undan keyin Shafiylar nima deb tushungan? Al-ilmu fiqh deganni tushuntirib, fiqh degan al-ilmu bil ahkamish shar'iyya, bil ahkam ash-shar'iyya degan. Ama fiqh degan shariatga oid hukmlarni bilish dedikmi? Hukm deganni nima deb tushungan bo'ldi? Allohniki xitob bilan sabit bo'lgan narsa bo'ldimi? Allohning xitobi bilan sabit bo'lgan narsa bo'ldimi? Hamda mukallaflarning harakatlariga aloqador deb tushungan bo'ldikmi? Shar'iyya degan nima desa? Shar'iyya degan ma la yudraku lawla xitobush shari'. Ma la yudraku lawla xitobush shari'. Endi shar'iyya degan qanday masala desa? Shar'iyya degan agar shari' degan shariatni o'tirib qo'ygan zot Allohning xitobi bo'lmasa edi, bilinmaydigan, bilgili bo'lmaydigan hukm nima deb ataladi? Shar'iy hukm, shar'iy deb ataladi. Shariatdan bir nima kelmasa, shariatdan bir hukm kelmasa, shariatdan bir xitob kelmasa, bu haqdagi hukmni bilgili olmaydigan hukmni shar'iy deb ataladi deydi. Fayadkhulu fi haddil fiqhi. Bunda bo'lganda fiqhning ta'rifotiga degan, fiqhning doirasiga husnu kulli shay'in va qubuhuhu inda nufati kawnihima aqliyayn. Deydi. Endi bunda bo'lganda fiqhning doirasining ichiga husnu kulli shay'in degan har qanday shay'niki yaxshiligi va qubuhuhu har qanday shay'ning yomonligi inda nufati kawnihima degan yaxshilik yomonlik aqlga oid masala degan gapga inkor qiluvchilarga ko'ra har qanday shayning yaxshiligi, har qanday shayning yomonligimi fiqhning doirasining ichiga kirib ketadi. Ya'ni bu masala bunda bir masala qarindoshlar diqqat qildiga inchki masala bor bu yerda. Bu haqda har qanday shayning yaxshiligi yoki yomonligi aqlimi yoki shar'iymi degan bu masalada 3 xil ko'z qarashga ummat islom ummati 3 xil ko'z qarash kelgan. Birinchi ko'z qarash Ash'arilarningki ko'z qarashi. Ikkinchi xil ko'z qarash Maturidiylarning ko'z qarashi. Uchinchi xil ko'z qarash bo'lsa Mu'tazililarning ko'z qarashi. Endi birinchisi Ash'arilarning ko'z qarashidan boshlaydi. Ash'arilar deydiki, har qanday insonning har qanday amalining yaxshiligi yoki yomonligi nima shar'iy bo'ladi. Ya'ni bir ishning yaxshiligi yoki yomonligini biz
faqat shariatdan bir buyruq kelsa, "Ma ishni qilma, bu ish harom. Bu ish qilsang bo'lmaydi" deb kelsa, bu ishning yomonligi, bu ishni yomon deb bilamiz. Agarda shariatda bir ish kelsa, bu ishni qilma, bu ishni qilsang bo'lmaydi deb kelsa, bu ishning yomonligini bilamiz. Bu ishni qil deb kelsa, bu ishning yaxshiligini bilamiz. Aqlning bu ishniki yaxshi yomonligini biladigan hech qanday roli yo'q deydi Ash'ariylar. Endi ikkinchi xil ko'z qarashdagilar uchun Maturidiylar nima deydi? İkinci xil ko'z qarashdagilar Maturidiylar deydiki, aql ba'zi şeylarning yaxshi yomonligini bilalaydi. Ba'zi şeylarning yaxshi yomonligini bilolmaydi. Lekin aql ba'zi şeylarning yaxshi yomonligini biladigan bilan o'z oldiga shariat hukmini nimaga sabit qila olmaydi. O'z oldiga shariat hukmini sabit qila olmaydi. Masalan, biz aql orqali adolatning, saxiylikning, kamtarlikning yaxshi ishligini bilalaymiz. Biz aql orqali masalan zulmning, o'g'irlikning, zinoning masalan nima yomon ishligini bilalaymiz. Lekin bu aqlimiz orqali biz nimani? Adolatniki vojibligini, o'g'irlikniki yoki zinoning haromligini aqlimiz orqali bilmaymiz. Buni yomon yaxshi ishligini bilalaymiz, lekin aqlimiz orqali bilmaymiz. Buni faqat shariat kelgandan bilalaymiz deydi Maturidiyya aqidasidagilar. Endi uchinchisi Mu'tazilalar bo'lsa deydiki, har qanday şeyning yaxshiligi yoki yomonligi aqlga g'anam nima bog'liq. Aql orqali bilgili bo'ladi. Shariat bo'lsa buni kuchlantirdi. Biz adolatning yaxshi ekanligini aql orqali bilamiz va adolatniki farz vojib ekanligini aql orqali sabit qilamiz deydi. Aql orqali. Adolat yaxshi bo'lganda adl qilish nima farz. Zulm yomon ish bo'lgandan keyin zulm qilish nima harom deymiz. Shariat shu hukmga muvofiq bizga hukm chiqmaydi. Shariatning hukmi biz aqlimizga muvofiq bo'ldi. Bizning aqlimiz shariatga muvofiq bo'lmaydi deb Mu'tazilalar guruhi mushundaq deydi. Demak, Mao ta'rifatning o'zi hammasi Imom Ash'ariyning ta'rifati bo'lg'achqa, Musannif rahimahulloh deydiki, meda demak shar'iyya degan ma la yudraku la kitabu shari. Shariatning xitobi bo'lmasa bilmaydigan narsa desak, bunda deb tushundigan vaqtimizda bunda degan bo'ldi hamda mushu nima shar'iy degan bu fiqhning ta'rifatining ichiga hamma narsaning yomonligi, hamma narsaning yaxshiligi kirib ketadi. Hamma narsa shar'iy degan bo'ldi. Masalan, u chaqda kamtarlik yaxshi ish. Mutakabbirlik yomon ish. Mardlik yaxshi ish. Bexillik yomon ish. Unda o'zi fiqhning ichiga mushum kirib ketib qoladi deydi. Mushum kirib ketib qoladi Ash'ariyniki mazhabi bo'yicha. Bumi kirib ketib qolsa fiqhning dairasiga bu chaqda nima masala kelib chiqdi? Bu chaqda kelib chiqqan masala fiqhningki dairasini emas narsa fiqhning ichiga kirib qolgan bo'ldi. Ma'rifatda. Bu kamtarlikni Qur'on Karimda kamtarlik farz vojib, mutakabbirlik harom. Uning kenidan nima hasadxo'rlik harom, kamg'usoqlik vojib degan hukm yo'q. Bu degan hammasi bu masalalar tasavvuf, ya'ni axloq masalalari. Axloq masalalari tarafidan ketib fiqhda bu masalaga kamtarlik qilish farz yoki vojib yoki sunnat deb hukm chiqarmaydi fiqhda. Fiqhda bu masalaki hukm qilmaydi fiqhda. Bu degan hammasi targ'ib masalalarida, savob jazo masalalarida tilgan masala, fiqh masalasida buning hukmi ma'vo bugun hukmi ma'vo deb hukm qilinmaydigan masala. Bu hukm qilinmaydigan masalaning o'zi o'sha nimaniki shariat hukmlarining ichiga kirib qoladi. Shuning uchun deydi Musannif rahimahulloh, to'g'ri ta'rif bo'lish uchun bu aqidada Maturidiyya aqidasi kirganlar bo'lsa, Maturidiyya aqidasilarniki ta'rifati bo'yicha eng to'g'ri ta'rifat bo'ladi. Ya'ni shar'iyya degan u chaqda Maturidi aqidasidagilarniki ko'z qarashi bo'yicha aytganda qanday bo'lsa shar'iy o'tu desa, ya'ni biz aqlimiz orqali yaxshi yomonligini qilayotgan narsa shariat hukmiga kelmaydi. Masalan, kamtarlik degan nima? Yaxshi ish. Kamtarlik yaxshi ish. Aqlimiz orqali qiladimi? Bu shariat hukmiga kelmaydi. Uning keyinidan mutakabbirlik yomon ish, bu shariat hukmiga kelmaydi. Lekin
namoz o'qish deganni biz aql yaxshi ish yoki yomon ish qilmaymiz. Namoz o'qishni faqat shariat kelgandigina shariat farz qildimi farz yaxshi ish ekan. Shariat kelgandiga qolaymiz yaxshi ishligini. Uni keyindan zina qilish deganni yomon ish qilib bilaligimiz yo'q, lekin shariat kelmaguncha biz qilmaymiz unga. Hukm biz bilmaymiz. Hukm bilmagandikan zakat berish deganmi yaxshi ish yoki yomon ishligini nima qilib hukm sabit qilmaymiz, faqat shariat hukmi kelgandiga qolaymiz. Demak, Maturidi aqidasiga bo'yicha bo'lganda masalan kamtarlik, xisiqlik, mutakabbirlik, kam saxiylik degandek hukmlarning shariat hukmiga kelmaydiganligi, bu hamma aqliy hukm ekanligini, aql bo'ladigan hukm ekanligini. Aql bo'ladigan hukmlar shariatniki ichiga daxil bo'lmaydiganligi, shariat hukmining ichiga daxil bo'lmaydiganligini tushundirilib, bu ta'rifat komil bir ta'rifat o'tir. Anda shariat hukminiki ichiga daxil bo'lmaydigan narsani ichiga kirgizishni saqlaydigan bir nima o'tir? Komil ta'rifat o'tir. Demakchi hamda va deganki fayadkhulu fi haddil fiqhi husnu kulli shay'in wa qubhuhu inda nufati kawnihi ma'aqliyin degan ma'nosi. Bunda olganda mau ko'z qarshilarga hammamiz kirib ketdi. O'sha hamma masalani fiqhning ichiga kirgizdi. Amaliyotda fiqhning ichiga kelmaydigan masalalar bor. Shuning uchun bu Maturidi aqidasidagilar bo'lsa, shuniki mala yudraku la kitabush shari' deb bunda ta'rifasi intayin yaxshi bir ta'rif bo'lgan bo'ladi. Uni ولا يزاد عليه التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة. Endi ashu nimaga xo'sh endi shar'iyya deganni tushuntirib bo'ldi. Uni keyin amaliyya deganni 5 ta tushunib bo'ldi. Amaliyya degan amalga oid degandan e'tiqodga oid amallar chiqib ketadigan amaliyya degandan. Vijdoniyatga oid amallar chiqib ketgan bo'ldi amaliyya degandan. Endi miyada bunu tekrarlab o'tmaytam uni gapni. Wala yuzadu alayhi amda ma mush ta'rifatqa, ya'ni al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyyah degan gapga min adillati at-tafsil degan gapdan nimani qilib qo'yilmaydi? Wala allati la yu'lamu kawnuha min ad-din daruratan. Ya'ni uniki dindin zaruriyat bilan bo'lib qolganligi bilinmaydigan meselelerni bilish degan gap qayd qilinmaydi. Demişki li ihraci mislisal namaz ve ro'zaning o'qishini chiqarib o'tish uchun. Bu nima degan gapni chaqirib men 5 so'zlab o'tgandek qarindoshlar. Bu shu kitobni tushunish uchun shu al-Mahsul Imom Faxriy Razi yozgan al-Mahsul degan kitobni va Ibn Hajib yozgan muxtasar usul muxtasar Ibn Hajibniki muxtasar kitobini shu ikkisini o'zlariga hamma qilgan degan. Mana Imom Faxriy Razi o'zining kitobida nima degan? Shu fiqhni tushuntirib, fiqhga nimani qayd qilgan, fiqhning oxirisiga al-ilmu bil ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyya deb tushunib bo'lgandan keyin o'shaning keyinligini nimani qatgan? Allati shunday bir hukmlarki la yu'lamu kawnuha min ad-din daruratan. Dindin zarur bo'lgan masalalar bo'lishi nima bilinmaydigan degan gap. Namoz, ro'za deganga o'xshash. Endi bunda demakchi o'g'ini, ya'ni bir odam, ya'ni Imom Faxriy Razi demakchi o'g'ini, bir odam namoz degan nima dinning zaruriyatlaridan eng zarur bo'lgan ishlarga kunda takrorlab tutgan, zakat degan dinning zaruriyatlaridan kunda takrorlab tutgan. Bir odam namozning farz, vojib, sunnat, mustahablarini bilsa, zakatning farz, vojib, sunnat, mustahablarini bilsa, buni biz faqih deb atamaymiz. Fiqh odamga, mush fiqh dinni tushungan bo'libdi deb atamaymiz. Chunki bu degan hammada hatto o'qigan emas, Türk adamlar biladi namozniki, farz vojib sunnatlarini o'qigan odam biladi. Demak, buni bilganliklar biz nima deb atamaymiz, fiqh deb atamaymiz. Shuning uchun biz mush masalani, dinning zurriyat masalalarini, muhimmat-i din demakchamiz. Muhimmat-i din, bu dinning muhim masalalarini biz buni chiqarib o'tamiz. Fiqh degan haqiqiy tushunish, dinni tushunish degan dairadan chiqib o'tamiz. Chunki bu degan oddiy ish, hamma ham qiladi. Buni tushunganlik fiqh bo'lmaydi, deydi Imom Faxriy Razi. Lekin bununla musannif rahimahullah itiroz bildirib ma qaydni bu fiqh deganniki hukmni ta'rifatiga fiqh deganni ta'rifatiga qetib qo'ymaymiz. Fiqhni ta'rifatiga buni qetib qo'ymaymiz. Nima ish qiladi deganda
فإنهما çünkü namaz, roza degandek dinning zur bo'lgan masalalari, hukmlari nimadan? Fiqhning qatoridan. Namazning fiqhiga, namazning fiqh hukmlari va zakatning fiqh hukmlari va intayin muhim hukmlari va bu ikkisini endi bir odam fiqh bo'lish uchun bunda zur masalani bilgan fiqh olmaydi degan gapni dalil qilib buni bu fiqhdan emas. Bu ma ikki bunda zururat din bo'lgan ma masalani fiqhdan emas deb chiqarib o'tish to'g'ri emas. To'g'ri emas. Ondan. Chunki buning bir dalil chunki Tavdih degan kitobda Musannif rahimahulloh buning dalil keltirib chunki bir odam agarda bunda hamisha bir kunda 5 qitim takrorlanib turgan bunda masala emas, masalan namozdek masala olmay, masalan kitobur rahan deb bir masala var masalan. U yildan bu yilga bizni oldimizga kelib qolmaydi. Masalan qul masalalari masalan. Qul masalalari hozir u yildan bu yilga bizni oldimizga chunki hozir qulluq davri deb ketgan bo'g'achqa oldimizga o'tmaydi, kamid. Ashunda masalalardan masalan 100 dona masala bildi deyli. 100 dona masala bilgan taqdirda bu odam fiqh deb atalmaydi. Ta ki qachongacha hukmning hammasini bilmaguncha. Anladın? Hükümni bilish degan gapni, ilmu bil ahkam degan gapdan bir qismini bilish degan gap emas, balki hamma hukmni bilish degan gap chiqadi. Fiqh bo'lish uchun hamma hukmni bilish kerak. Bir dona ikki dona hukmni degan bo'lmaydi. Qo'yi namoz uzun ibodat bo'lgan zo'r kun takrorlanib turgan hukmni bilsin. Qo'yi yilda oyda bir qadim kam etgan hukmni bilsin. Qani bilsin, hammani bilmaguncha bu fiqh bo'lmaydi, tushungan bo'lmaydi, fiqh bilgan bo'lmaydi. Dem Musannif rahimahullah şu bu qaydni katib qilib bir baka bihuda qayd. Buni katibimiz mutqan qayd bu. Anladın. Şuna deb uning illatini bayon qilib nima deydi? Va laysal muradu min al ahkami ba'daha va laysal muradu min al ahkami ba'daha. Yani bizning ahkam, yani ilmu bil ahkam degandik, shu ta'rifatdagi ahkam degan gap muddao nima? Ba'zi emas. Hükümlerinin bir kısmı emas, belki hükümlerinin hemmisi. Ve in qaldığın haq agarchanda az bo'lgan taqdirda bu degan, uniki bilgini bir dana, ikki dana bo'lib qolgan taqdirda mu nima emas? Muddao emas. Bir dana, ikki dana bilgisi bildi demaymiz. Bir dana, ikki dana bilganini bildi demaymiz. 100 dana deganni mu bildi demaymiz. 100 dana deganini bildi demaymiz. Ve bilmegeni bir dana, ikki dana qolgan bo'lsa mu yine bildi demaymiz. بل هو العلم لكل الأحكام الشرعية العملية. Belki o nimet bizden demek çoğunumuz şeriat hükümlerinin hemmesini biliş. Şeriatki ayet, emelge ait boğan hükümlerinin hemmesini bilişini ne de batayımız? Biz el-ilmu bil-ahkam da batayımız. Yani bir kısmını biliş, bilen bir adam ne mulakkan bulmaydı? Bir kısmını bilişten bir adam faqih bo'lib qolgan bo'lmaydi. Bir qismini bilishdan bir odam faqih bo'lib qolgan bo'lmaydi. Endi Musannif rahimahulloh bunda degandan keyin hammalarning ko'ngliga bunday qilish kerak. Hammalarning ko'ngliga bunday qilish kerak. Anda bo'lsa hamma hukmni bilish desak, shu 1.250.000 hüküm beken, hüküm meseleleri beken, mesela Hanefi mezhebi takriben, tahminen. O hükümni birini bilsek ottuk, anın köyünü otmuz ki, diyen gef kalığı hep kapkasa, bunu kanda, bunu bilgilanıp tutsa, bunu mesela 1.250.000 mesele deyilgen takdirde mutlaka yine her günü yeni işler, yeni işler payda olup, dünya terakki kılgan sırrı yeni işler, meydanga kâgit oluq. Yeni işle meydanga kâgit oluq. Yeni işle meydanga kâgit olgandan bu hükümden ikisi ayğı tügünmez bitmez. Anda olgandan endi bu hükümni bilish degan gapdan bu hammasining ayğı olmasa buniki mancha hükümni bilish degan gapni chek olmasa, az bilsa taqib olmasa, jiq bilsa taqib olmasa anda faqih deb gap yo'qchig'i va mujtahid deb gap yo'qchig'i va desa Musannif rahimahullah bunu qanday adamni faqih deymiz desa, bunu qaydni tuvandagi bunu qaydni keltirdi. Bu qayd bo'lsa, allati qad zahara nuzulul vahyi biha wallati inaqada al-ijma'u 'alayha min adillatiha ma'a malakatil istinbat as-sahih minha deb tushundi. Mana qanday adam faqih bo'ldi. Hükümlerini bilganlik degan qanday hükümlerini bilse
hükümni bilgen butu, faqih bo'lgan butu, qanday bo'lganda faqih, mujtahid butu desa, ya'ni allati degan al-ilmu fiqh degan ya'ni al-ilmu li kulli al-ahkam ash-shar'iyyah al-amaliyyah allati qad zahara, ya'ni fiqh degan şeriatga oid, amalga oid hamma hukmlarni bilish. Andaq hükümler ki allati degan, andaq hükümler ki qad zahara nuzulul vahyi biha. Şu hükümler bilan vahiy, şu hükümlerini elip, şu hükümlerini o'ziniki mazmunida elip vahiy nozil bo'lganligi zahara degan, qad zahara oshkora bo'lib bo'lgan. Oshkora bo'lib bo'lgan degan gapdan bir ish bor. Bu ish haqida hukm nima? Oyat tushgan. Bir ish bor. Bu mushu hadis uchun oyat tushgan. Bu oyatdan bunda dalil chiqqan. Bu oyatning tushganligini hamma sahobalar o'tirdi, zahir bo'lib, oshkora bo'lgan, hamma sahobalar bilgan. Andan zahir bo'lgan, anda zahir bo'lmagan buni qator kelmaydi. Oshkora bo'lmagan buni qator kelmaydi. Demak, hammalarning qo'li qilayotgan oshkora bo'lgan. Mana bu yo'ldima mushunda hukmlari. Demak, anda vahiy tushgan hukm degan gapni nima kelib ketdi? Buningdan Qur'oni Karim vahiy orqali tushdi. Hadis vahiy orqali tushdi. Demak, Qur'oni Karimdagi hukm oyatlarini birini bilish uchun, faqih bo'lish uchun, mujtahid bo'lish uchun Qur'oni Karimning hukm oyatlarini Tafsiratul Ahmadiyya degan kitobda 500 taxminan 500 ga yaqin hukm oyati bor deydi Qur'oni Karimda. Qur'oni Karimda 500 ga yaqin hukm oyatini birini hamma shartlar bilan bilish. Ondan ma'u bilma mujtahid faqih bo'lish uchun. Ikkinchisi hadis shu hukm haqida kelgan hadislarni birini bilish. Chunki Payg'ambar alayhisolamning hadislarining hammasi vahiy, ma'naviy vahiy o'tu. Payg'ambar alayhisolam o'zi va ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyu yuha. Tamam. Ma'jikisi bo'ldimi? Endi vallati in aqada al-ijma'u alayha. Shu masalaga, shu hukmga, shu hukm ustiga ijmo' chigilgan. Ya'ni sahobalarning ijmosi. Sahobalar hammasi Payg'ambar alayhisolam dunyodan ketgandan keyin sahobalar ma haqda bunda hukm qilamiz, ma haqda, ma masalada bunda hukm qilamiz deb hammasi birlik kelgan hukmni bilish. İcma, sahabelerinin icmasını bilish, bilish, ma'u mujtahid faqih bo'lishning fiqh nima dinni tushunishlikka ikkinchi sharti min adillatiha endi mushu hukmlarni bilish endi vahiy tushgan hukmni bilish, ijmo hosil bo'lgan hukmni bilish, nima orqali bilish, kimni min adillatiha degan gapdan delillerden bilish degan gapni nima chiqib ketadi? Delillerden ya'ni Qur'on, hadislardan ijmoning o'zidan bilish degan gapdan ya'ni taqlidchilik, doğrumuchilik chiqib ketadi. Andan pustana anda qilgan mana qilay. Pustana debdi bunda emas. Masalan, mana hukmi pustana farz debdi, mana shuni hukmini. Farz ekan demay. Bunun delili nima? Bunun delili Qur'oni Karimda bunda oyat bo'lg'achqa, hadisda bunda oyat bo'lg'achqa, bunda ijmo bunda chiqilgan bo'lg'achqa ma ishning dalili nima ekan? Mundaq ekan, ma ishning hukmi mundaq ekan deb deyalish. Mushuning o'zi nima o'ta? Faqih, mujtahid bo'ldi. Uniki yeni bir shart qilib qo'ydi uni nima? Ma'a malakatil istinbatis sahih minha. Ya'ni ashu yuqoridagi vahiy, Qur'on, hadis va sahobalarning ijmosidan iborat shu dalillardan nima to'g'ri uslubda hukm elish iqtidoriga ega bo'lish bilan billah. Şu delillerden doğru uslupta, yani hatta udul gelmezse bulmaydı, doğru uslupta, usul kaydılar, şu kaydı boyunca doğru uslup bilen hüküm alalaydıgan maharet, iktidarı ilgi buluşuyla birge şu vahiy tushgan meselelerini anladın. Şu vakti vahiy tushgan meselelerin hükümlerini, hadistiki meselelerindeki hükümlerini ve icmanın hükümlerini aşının delillerle koşup bilish bilan birga endi shulardan vahiy tushmagan, uch oshkora nas kelmagan hukmlarda shulardan to'g'ri hukm elishni bilish iqtidori bo'lishi kerak. Mushunda bo'lgan vaqtida bu faqih bo'lgan bo'ladi, islom dinini tushungan bo'ladi. Fiqh deganning ta'rifoti mushunda bo'lish. Mushunda bo'lishni o'zi fiqh deb ataladi. Anladın? Xo'sh, endi bu yerda qiyos degan gapni nima keltirmaydi, qiyos degan gapni ma tarbiyachi keltirmaydi desa, chunki
qiyos masalalarini bilish uchun nima? Qiyos masalalarini bilish uchun shu odamniki faqih bo'lishi shart. Faqih, mujtahid bo'lishi shart. Endi bir adam shart desak, bir adamniki qiyos masalalarini bilishi, bu odamniki faqih bo'lish uchun qiyos masalalarini bilish shart deb qo'ysak, o'chaqda davr kelib chiqadi. Mantiqiy xatolik. Ya'ni bir adam qiyos masalalarini bilish uchun, qiyosiy masalalarni bilish uchun buniki bunda faqih bo'lish shart desak, uniki neden faqih bo'lish uchun qiyosiy masalalarni bilish shart desak, bu nima xato? Davr, ya'ni aylanma xatolik kelib chiqadi bu yerdan. Avmanın qarşılab qalsa, mav'anın qarşılab qalsa hech qanday ish bo'lmaydi shu yerda. Cho'gilib aytgan gap ma'ni chiqmaydi bu yerda. Demak, shuning uchun qiyos degan gapni gap qo'ymaydi. Qiyosiy masalalarni bilish degan gapni shunga gap qo'ymaydi. Shuning uchun mujtahid bo'lish uchun nima qilish kerak? Qur'ondan chiqqan hukmlarni bilish, Qur'ondan chiqqan hukmlarni, hadisdan chiqqan hukmlarni va ijmodan chiqqan hukmlarni dalil orqali qanday taqlidchilik qilib do'rash orqali emas, dalil orqali bilish va shulardan naq hukm kelmagan masalalarni, naq hukm chiqmagan masalalarni shulardan hukm elib, shulardan shuni qarab turib hukm elishni bilish. Anladın? İlletiga qarab turib hukm elishni bilish. Qiyosiy hukmlarni chiqarishni bilish. Qiyosiy masalalarni birini ilgari hukmlarni birini qiyosiy masalalarni bilish emas, qiyosiy masalalarni to'g'ri uslubda chiqarishni bilish. Mushuning o'zi fiqhi deb atiladi. Bunda bo'lgan odam faqih deb atiladi. Deb temene Musannif rahimahullah o'zining kitobida ikki mazhabniki, ya'ni cho'ng mazhab, biri cho'ng mazhab, ikki mazhab usulda, bir usulul mutakallimin bilan usulul ahnafniki, ikkisiniki usulul fiqh degan gapni idofat e'tiboriga degan birikma e'tibori bilan usulu mudaf al-fiqh mudafun ilayhi degan mush e'tibor bilan bo'lgan ikkisini ajratib usul degan ma'nosi ma'u, fiqh degan ma'nosi ma'u deb bizga tushuntirib berdi. Hamda yana Hanafi mazhabi bilan bunda tushuntirdi, Shafi'i mazhabi bilan bunda tushuntirdi. Shafi'i mazhabi degan Maliki mazhab, Hanbali mazhab hammasi İmam Shafi'ninkini kirib ketadi yoki İmam Azam Abu Hanifa'ninkini kirib ketadi. Chunki eng kuchli usulshunoslarning ichidagi asosli mazmun ikkisi. Qolgan ikki mazhab yomondan birga o'tdi, yomondan birga o'tdi. Demak, to'rt mazhab bor shu ikki tarafning birini yanında bor degan gap hamda. Şu amda kelarki dersimizde xudoy bo'lsa, usul fiqhniki bunda taxallus e'tibori bilan bo'lgan ma'nosini shu deb o'tamiz. Bugungi so'zlaganimiz bo'lsa, usul fiqhniki nima? Idofat e'tibori bilan bo'lgan ma'nosi. Shu darsda qattiq biroz murakkab, lekin har qanday darsni boshlash uchun shu darsdagi ta'rifotini, bu darsning nima haqida to'xtalganligini, buning ma'nosi nima ekanligini qattiq bir tushunib o'qish kerak. Shuning uchun biroz murakkabroq bo'lsa-mu كون القاب تنشف الصانص شنو سلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا بعبادك الصالحين وألحقنا بعبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.